Dadajon, qarang. Kichkinagina tug'ilganda yashab ketolmaydi deb sizni qo'rqitishgan va sizni qo'rqitgan bu kichkinagina qizingiz bugun katta qiz bo'ldi. Kichkinagina ko'zlaring dim-dimaloq, sochlaring jingalak holatda qarab turib, bu qizim boshqacha qiz bo'ladi. Dunyoga yetkuli qiz bo'ladi. Buni yashashi uchun jonimni fido qilaman. Va Allohning fazlini qarangki, siz faxrlanadigan qiz bo'ldim. Alhamdulillah. Bu paytgacha bir chet davlatga chiqmaganman, boshqa viloyatga ham bormaganman, kichkinaman. Otasining obro'yi, onasining xatti-harakati bilan emas, o'zining kuchi bilan erishdim. Bir umr sizlar menga bu imkoniyatni bermagansiz deb o'tadi. Men bunday ta'na bilan yashay olmayman.